Mamlakatimiz prezidentining topshirig'iga binoan hududlarda jismoniy tarbiya va sport sohasini rivojlantirish, olimpiya va paralimpiya harakatini qo'llab-quvvatlash, shuningdek aholi o'rtasida ommaviy sportni yanada kengaytirish bo'yicha aniq rejalar ishlab chiqildi va amaliy choralarga kirishilmoqda. Muxbirimiz ayni yo'nalishdagi ishlar bo'yicha Jondor tumanidan lavha tayyorladi. Davlatimiz rahbari ilgari surgan masalalar sportni yanada rivojlantirishdagi yangi vazifalar va qo'shimcha chora-tadbirlar sohadagi muhim yo'nalishlarni hal etish imkonini berdi. Aytish lozim, bu bo'yicha Jondor tumanida ham o'ziga xos maktab shakllangan va bugungi kunda ushbu hududda ommaviy sport, jismoniy tarbiyani yanada rivojlantirish bo'yicha aniq maqsadlar belgilab olingan. Selektorda berilgan topshiriqlardan kelib chiqib, Jondor tumanida ham joriy yilning o'tgan davrda bir qator ishlar amalga oshirildi. Jondor tumanidan Mirshod Sobirov kabi, Shuhrat Boboyev kabi olimpiyachi va paralimpiyachi sportchilar yetishib chiqqan. Hozirda mana seleksiya ishlarini kuchaytirib, sportchilarni tanlashda, ularni xalqaro musobaqalarga jalb qilishda 60 dan ortiq sportchilarimiz milliy terma jamoalarga saralab olindi. Hozirgi kunda Jondor tumanida 42% aholimiz sportni har xil turlar bilan shug'ullanib kelyapti. Prezidentimiz topshiriqlardan kelib chiqa oldi, 50% o'tkazish o'ziga istiqbolli reja qilib belgilab olganmiz. Haftani payshanba kuni mana hurmatli prezidentimiz topshiriqlari bilan yoshlar bilan ishlash kuni deb belgiladilar. Har payshanba kuni sport tadbirlarini o'tkazamiz. Bundan tashqari men boshchiligimda va boshqa tuman tashkilotlar mutasaddilar ishtirokida shanba kunlari sport musobaqalari o'tkazish reja qilib olganmiz. Futbol yo'nalishi bo'yicha men tuman hokimini kubogini reja qilganmiz. Tuman prokurorimiz kurash musobaqalarini tuman prokurori hisobidan o'tkazish, shuningdek mana katta yugurish marafonini kechki paytga reja qilganmiz. 3000 dan ortiq yoshlarni jalb qilib oldi. Ya'ni bu bir martalik emas, muntazam o'tkaziladigan chora-tadbir sifatida yondashib, sportga alohida e'tibor qaratib kelyapmiz. Shuningdek, prezidentimiz tomonidan xususiy sektorni sportga jalb qilish bo'yicha alohida topshiriq berilganda biz tumanda ham bu yo'nalishda bir qator ishlarni amalga oshirib, hozirda 3 ta tashabbuskor tadbirkorimiz mana shu sport yo'nalishida davlat xususiy sherikchiligi asosida obyektlarni qurishni rejasini belgilab olganmiz. Prezidentimiz tomonidan sportni rivojlantirish bo'yicha qo'ygan topshiriqlari barchasi tushunarli. Bu yo'nalishda barcha topshiriqlarni so'zsiz ijrosini ta'minlashga kafolat beraman. Bugungi kunda Jondor tumani 1 va 2 son sport maktablarida 5013 nafar yoshlar sportning 30 ta turi, jumladan 19 ta olimpiya, 4 ta noolimpiya, 2 ta milliy va 5 ta paralimpiya sport turlari bilan shug'ullanib kelmoqda. 2026-yil 1-chorakda tuman sportchilari respublika miqyosida 39 ta, xalqaro miqyosda esa 6 ta sovrinli natijalarni qayd etishdi. Joriy yilning o'zida milliy terma jamoa tarkibiga sport maktablarining 19 nafar o'quvchilari, asosiy 14 nafar esa zaxira tarkibiga kiritildi. Qo'l ostimizda 100 dan ortiq yosh dzyudochilar shug'ullanib kelyapti. O'tgan yil 2025-yilda 3 ta terma komanda a'zosi chiqardik. Bittasi Osiyo jahon chempionatiga kurashadi. Yana bitta qizimiz kurashdan jahon chempionatiga boradi. Jondorning natijalari ancha yaxshi, viloyatda o'zining o'rni bor, qolaversa respublikada ham o'zining o'rni bor. Bu yilgi yoshlarimizdan 3 ta 4 ta jahon chempioni kutyapmiz. Hozirda tumanda prezidentimizning 2028-yil Los-Anjeles shahrida bo'lib o'tadigan 34-yozgi olimpiya va 18 paralimpiya o'yinlariga O'zbekiston sportchilarini kompleks tayyorlash to'g'risidagi qaror ijrosiga ham alohida e'tibor qaratilgan. Bundan tashqari, prezident olimpiadasiga hududiy saralash bosqichlarida mahoratli sportchilarni seleksiya qilish ishlari jadal olib borilmoqda. Ushbu musobaqalarda ERP sport dasturi orqali 2013 nafar sportchilar sport hamda umumta'lim maktablari, xususiy klublar talabnomalari asosida ro'yxatdan o'tgani va bu ko'rsatkich o'tgan yilga nisbatan 30% ga ko'pligi ham quvonarli albatta. Jondor tumanimiz so'nggi yillarda juda yaxshi natijalarga erishgan. Jumladan 2025-yilda bo'lib o'tgan Osiyo o'yinlarida boks sport turi bo'yicha Mardon nazokat 1-o'rinni egalladi. Bundan tashqari mana 2026-yilda juda katta sport musobaqalari bizni kutib turibdi. Jumladan yoshlar olimpiadasi, Jondor tumanida rivojlanayotgan boks hamda judo sport turlari bo'yicha 2 nafar sportchimiz yo'llanmani qo'lga kiritdi. Prezidentimiz tashabbuslari bilan ommaviy sportga juda katta e'tibor berilyapti. Jumladan hozirda davom etayotgan 5 tashabbus olimpiadasi, bundan tashqari prezidentimiz olimpiadasi 3 bosqichli musobaqalar tashkil qilingan. Ushbu musobaqalar sportchilarni juda ham katta motivatsiya berib, sportga bo'lgan mehrini juda ham oshirib bormoqda. Bugungi kunda Jondor tumanida ham aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzini qaror toptirishda sport ommaviy harakatga aylanib ulgurdi. Aholining barcha qatlami bugun hududlarda tashkil qilingan sport maydonlarida o'z salomatligini mustahkamlash maqsadida jismoniy tarbiya bilan mashg'ul bo'lmoqda.
Bir paytlar shunday bir davrlarni ham ko'rdikki, mana qishloqlarda yurgan paytimizda, mahallalarda ko'pgina o'sha sport zallarini e'tiborsizlik oqibatida sport maydonchalarini qarovsiz qolib ketganligini guvohi bo'lganmiz. Olib qaraydigan bo'lsak, keyingi yillarda mana shu katta yoshlar, o'rta yoshlar orasida bevosita o'sha harakatsizlik oqibatida, jismoniy tarbiya bilan shug'ullanmaslik oqibatida turli xastaliklarni, yurak qon tomir kasalliklarini ko'payganligi yoki bo'lmasa boshqa o'sha suyak bo'g'im kasalliklarini, tayanch harakat tizimi kasalliklarini ko'payib ketayotganligi bu bevosita o'sha insonni sportdan ajralib qolganligining salbiy oqibatlari desak xato qilmaymiz. Muhtaram yurtboshimiz tomonlaridan alohida video selektor yig'ilishi o'tkazilib, sport bilan shug'ullanish bugungi kunda har bitta insonni bir oldida turgan bir vazifa sifatida belgilab berilganligi bugun naqadar o'sha yurtboshimizni o'zlari mamlakat miqyosida buni siyosat darajasiga ko'tarib va shunga imkoniyatlarni yaratib berayotganliklari bu behudaga emas. Barcha sport turlarida bugun o'z o'rniga ega tumanda prezidentimiz yaratib bergan sharoit sabab ommaviy sportni rivojlantirish, qamrov darajasini oshirish, eng muhimi galdagi olimpiada va paralimpiya o'yinlariga ko'proq yo'llanmalarni qo'lga kiritish uchun hudud sportchilari astoydil harakat qilishmoqda. Shunga yarasha imkoniyatlar taqdim qilinayotgani esa natijadorlikda bosh omil bo'lyapti.